Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetining koni yangi mushtarilar. Munbirimizga xush keldinglar. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda Farhod Tursunning o'zgacha uslubda yozilgan katta romani Arqa ko'cha. Bugun mazkur romanning eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Xo'sh. Mening shaharga talpinlarcha talpinishimning muhim bir sababi hargizmi boshqalarning paranglaridek putlarning sesiq purqi bilan to'lgan arzon baholiq yotoqlarda yetish. Ko'cha bo'yida turgan fahisha ayollar bilan sodilishib, pulini bermay qechish. Bog'chalarda bir-biriga chirmishib olganlarni daraxtlarning keyniga o'tib elib ko'zitish qatorliqlar bo'lmasdan, balki faqat men yapgan aşu baş ahırı yok qara besishlardan başqa hech qandaq tuyg'u beg'ishlayolmaydigan karabatdan mangu qutulish edi. Aşu karabatda yetishdan yot shaharda ko'chada qelish va bulang talonga uchrashni bakrak xohlaydim. Shu tapda tuman ichida laylab yurgan gavdam xuddi yot eriqtikilarning qabristonligida aylanib yurgandek yotsirash va qo'rqinchga to'lgan edi. Tuman bargan seri qo'yiqlashib, ig'irlashib, mening holsiz gavdamni besayotgandek qiladi. Qo'rsqumdagi achchiq ichirqash tuyg'usi bara-bara suslashib yo'qolgan edi. Onun o'rnini ko'ngil elish egalladi. Tuman ichida asta olg'a sinjib ketyotdi. Ishxonaning eshigi oldidan tepib olgan qog'ozning ba'zi joylariga sog'ush bir narsalar choplashib qolgan edi. Uning zodi nimaning o'zi ekanligini belgilab bo'lmaydi. Bu go'yo aşu sallarni haqoratlash uchun qilingandek tuyuladi. Balkim men sallarni ulug'laganligim uchun shundoq his qilgandiman. Araliqdagi sallarni tashlab o'tib, eng oxiridagi songa qaradim. Qog'oz yuzidagi sallar ichida eng oxirgi qurdagi son 4 xonalik son edi. Uningdagi 4 son oldidimi bir rad uchirgan edi. Men onni ay soni deb paraz qilib bo'lib, keyindagi 46ni tushundirgili bo'lmaganligi uchun uni yana chesla deb qaraverishdan voz kechgan edi. 10-oyning 46-kuni degan hukm mavjud emas edi. Lekin bu yo'qlik, bu mavjud emaslik, barliq bor va mavjud narsalardan bakrak kuchli edi. 10-oyning 46-kunining zodi qaysi kun bo'lish mumkinligi haqida bir haza o'ylanib, birdalla uning 11-oyning 16-kuni ekanligini bayqadim. Qo'limdagi qog'oz titrab, sharaqlab ketdi. Uning beshidagi son barcha sonning kelib chiqishi, hamma narsaning boshlanishi, shundaqla hamma narsada aks etadigan son edi. Bu son menga cheksiz tuyg'ularni baxsh etadi. Chunki dunyodagi barliq son uning xilma-xil shakldagi zohiri edi. Son uchun qurbonlik qilingan epos taraf uzunligi bir bo'lgan kvadratning diagonalini butun son nisbati bilan ifodalagili bo'lmaydiganligini bayqagandek, men ham birdala uyushib qolgandek bo'ldi. Bu tonish son meni cho'chitibdi. Bir haza uningga qarab turib ketdim. Balkim xato o'qib olgan bo'lishimdan ansirab qaragan edim. Men boshqalar ko'rib qolganmidi degandek ittik atrofimga qaradi. Bu bir
məxfiyyət ayollarning tenidek bir məxfiyyət edi. Onu naməhrəmlərdən saqlash kerak edi. Dünyadagi har qandaq sonni bir yerga yozg'ili bo'ladi. Lekin sonsiz asrlardan beri bir yerga qo'yib yozg'ili bo'ladigan ikki son tuyuqsiz bir yerga elib kelgili bo'lmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, bu matematika bilan munosabatsiz. Matematikani eng mistik tushundirgan faylasuflarmi buni tushundirib bo'la olmaydi. Men bu ikki sonning zodi nima son ekanligini bilmayman. Balkim uning biri oyni bildiradigan son bo'lsa, yana biri chisloni bildiradigan sondir. Men yana ularni nemishqa bir yerga elib kelib yozg'ili bo'lmaydiganligini bilmayman. Agar u oy soni bilan kun sonini bildiradigan son bo'lsa, nihoyatda ro'shanki har yili bir qitim takrorlanib turadi. Shuning bilan davomli xato yezib qo'yadigan chisla haqida o'ylashga boshladim. Demak, mening davomli xato yezib qo'yishim ana shu sonlarni har qancha qilibmi bir yerga elib kelolmaganligim edi. Men ashu 4 sonning men yoki bir chisla ekanligini har yili shu kunga kelganda bir amallarni qilib, uni yozmay o'tib ketadiganligimni, cho'qim yezishga to'g'ri kelganda o'zimni bilmay davomli xato yezib qo'yadigan son ekanligini bildim. Mushu qorong'u zulmatlik va so'g'uq ko'chada birdala shuni bilib yetdimki, bu son ashu kunning men bar ovozimni yig'ib dadamdan opamning qayerda ekanligini so'ragan. Ondan uning gavdasi jin chiroqni tamoman to'sib olganda, uning gavdasi tushirgan soya ichida o'zimni tamoman g'oyib bo'lgandek his qilgan kunning chislosini bildiradigan son ekanligini bildim. Bu tuyuqsiz bilib qelish meni qattiq qo'rqitdi. Men shu tapda dal shu sonlarni istamoqda edim. Derazalar xuddi osh qilgan itning tomoq yeyotgan odamning qo'lidagi so'ngakka qaragan ko'zlarida xunuk yaltiraydi. Men bu notuni shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishimmi mumkin emas. Men xuddi xarobilikqa o'xshash eski tuski va tashlandiq narsalar bilan to'lgan agri-bugri bu ko'chalarda mengib, odamlar jiqroq bir yerga kelib qoldim. Kishilar o'zlarini uqmaydigan bir ish uchun bu yerga yig'ilib qolgandek, nishonsiz, muddasiz holda susluq bilan qimirlashadi. Menga xuddi tuman ularni ashu holga tushirib qo'ygandek bilinib ketdi. Ularning bundaq jonsiz qimirlishi kishida tushuniksiz vahima paydo qiladi. Yan tarafdagi bir bo'tkaning oldidagi chiroq bahmu pakara esilgan bo'lib, kishilarning gavdasi uni pat-pat to'sib o'tadi. Chiroq nuri ularning gavdasining shaklini o'zgartirib, uzun va agri qilib ko'rsatadi. Faqat shundala ularning gavdalaridan ostola harakatchanlikni bayqag'ili bo'ladi. Men ular tarafga qarab unsiz siljidim. O'zim izlayotgan qora va uyning qayerda ekanligini, ularning qaysisidan so'rashni bilmay birdan turdim. Biraylan gavdasi bilan meni urib o'tib ketdi. Men uning zarbasidan yiqilib tushgili tas qoldim. Yana birov menga udulli kelib edi, yana so'qilib ketmaslik uchun darhol o'zimni chetga oldim va yenimdan o'tayotgan fursatni qo'ldan bermay, uningdan yo'l so'radim. U mening savolimni anglab menga tikildi. Uning tikilishidan mangdab qoldim.
U manga birden qadılıp turgandan keyin atrofdagilarga qarab qo'ydi. Boshqa turganlarmı bir-biriga qarashib qo'yishdi. Egiz boyliq bu odamning burnining yenidagi yo'g'on bir mang uning chiroyini alohida qilib ko'rsatdi. U mendan o'zini taniydigan, tanimaydiganligini so'radi. Uning suolidan nafrat va dushmanlik chiqib turadi. Uning birdan bir boyligi, bosh oxiri yo'q, tugumas g'azab va dushmanlikdan iboratdek qiladi. Men uni nafrat va dushmanlikdan, yana tayinadigan ikki bilikidan boshqa hech nimasi yo'q bir odam deb his qildim. Chunki uning so'zidan men mushu nafrat va dushmanlikdan boshqa hech narsani his qila olmagan edim. Şoňa uning so'zini tushunmaganligimni aytdim. U gapini takrorladi. Men uningga özümning uning bilan tanishish xiyolimning yo'qligini, faqat bir uyning qayerda ekanligini bilsamni bo'ladiganligini aytdim. U boshqalarga qarab turib, meni tanimaydigan odamning oldini to'sdi deb aybladi va og'zini buzib tildadi. Men qo'rqib, derhal bu yerdan ketmoqchi bo'ldim. U bo'lsa, derhal oldimni to'sdi va mening kimligimni so'radi. Men noiloj uning savollariga javob berdim. Lekin u ablah meni yolg'on so'zi deb qarg'an edi. Men yonchuqimni aqtirib, xizmat kenishkamni izladim. Qerishqandak kenishki tepilmedi. U ablah manga talbilarcha bir xil qistash ma'nosida tikilib turadi. Uning qarashlaridagi mening gapimning yolg'on bo'lib chiqishini umid qilish va buningga bo'lgan ishonch uni bahmu hakavrlashtirib etgan edi. U o'zini po'latdek pokitga erishgandek shod his qilsa kerak. Bu xil shodlik uning chiroyidagi g'azabning vahima kuchini bahmu oshirib etgan edi. Shu chaqda uning ko'zlari menga birdinla tonishdek bilinib ketdi. Lekin men uni ömrümde ko'rib baxmaganligimni aniq bilatdim. Bu ko'zlarni men zodi nada ko'rgan. Kichik chaqlarimda men oliy maktabda o'qigan yot shaharda bu ko'zlar menga hozir mushu daqiqada emas, balki azaldan ana shundoq rahimsiz holda tikilib kelayotgandek. Bu ko'zni azaldan ko'rib kelayotgandek his qilayotdim. Bu ko'zlar men dunyoga ko'z etishim bilan tangla go'yo zaharlik yilondek mening yuragimda paydo bo'lgan edi. Mening yuragimni doim rahimsizlik bilan chiqib, men ingrab to'lg'anadi. Onundan qutulish uchun o'limdan boshqa nima chora bo'lsin? Uning oldida tizlanishmi, yig'lashmi, balkim o'lishmi? Hammasi bekor. Bu dunyoni ana shu ko'zlardan chiqqan vahshiy nur qaplab turganligi uchun ashu kichikgina hech odamga o'xshamaydigan bechora va g'erib o'riqqina badanim shuncha keng koinotga sig'may qelavatdi. Ashu ko'zlardan chiqqan nurlar yo'l bo'yidagi axlatlarni o'zlaridak chippas qilib bulg'ab etdi. Natijada axlat go'yo butkul hayotliq va yer sharidak ig'ir bo'lib ketdi. Kichikkina jismim ashu axlatlarning go'yo tog'dan yig'ilib tushayotgan kalkundek yopirilib kelishini kutib oldi. U meni helalab bostirib halok qilib etadigandak zo'rayib ketdi. Bu axlatdan kelgan chiplas puroq ayollarning tenidan keladigan har qanday puroqni unuttirib etdi. Shu chaqda tuyuqsiz tekkan bir tepikdan o'ngdamga tushdim. O'rnimdan turibla ketishni o'yladim, lekin hammaylan kelib meni tepaverib, o'rnimdan turish imkoniyati bermadi. Ular
bir g'aza tepib dastadi. Lekin tuyuqsiz tekkan bir narsa ochiq etishtirib, uchay bag'rimga kirib ketgandek tuyuldi. Bu og'riq tepishdan bo'lgan og'riqqa o'xshamaydi. Manga jahillik bilan choplashgan bu og'riq men hozirgacha his qilgan hech qanday og'riqqa o'xshamaydi. Başqa og'riqlar asta-asta besqib qoladi. Lekin bu og'riq bo'lsa, borgan sari kuchayib, bütün badanimni qiynamoqda edi. Men og'riqning markazini chin bosqinimcha yo'maladim. Lekin yanala amal bo'lmadi. Ular urushdan to'xtadi. Men atrofimga qarsam, ular ko'rinmadi. O'rnimdan turmoqchi bo'lib tura olmadim. Qo'limga issiq bir suyuqlik urildi. Orqadan bu xil suyuqlikning peshonamni bo'ylab eqib, qoshlarim va qopoqlarimga tarqalib atganligini sezdim. Tasti o'rnimdan turib, oldimga mangmoqchi bo'ldim. Gavdamning chayqilishiga agishib, atrofdagi tumanmi chayqiladi. Men bir necha qadam mangmayla qaytadan yiqilib tushdim. Qo'rsiqimda sanchilgan bir narsa bordek qiladi. U tarafdan sesib ketgan jarohatning purg'i keladi. Jahon o'tdek qizib ketayotgandek tuyulib, orqadan tezlikda sovishga başladı. Vücudum to'ngib titrashga başladı. Muzdek soğuqluq putum tarafdan başlangan edi. Etraf tep-tinch. Lekin men doim shavqin suran ichida anglaydigan heliqi ovozni mushu jimjitlik ichida angladim. Ovoz yiroqdan bara-bara yıqillab kelishga başladı. Bütün tenimdeki qon aşu og'riq bar joyga qapsilib, undan chiqolmay chinqilayotgandek qiladi. Og'riq bo'lsa, qapsilayotgan qonlarning aksicha yo'nalish bo'yicha bütün tanga tarqilib, tenimning hamma yeri zaxmlangandek bir xil tuyg'uni paydo qilmoqda edi. Og'riq menimga yetib kelganda tishlarimni chin kirishtirib, uningdan qutulmoqchi bo'ldim. Lekin tishlarimni shuncha qattiq tishilsam, qolmadi. Ilgari nurg'un qitim og'riqning ta'mini tetib baqqan edim. Lekin og'riqning yana bundaq shakllari va yuqori pallasining mavjudligini tasavvur qilib bakmagan edim. Og'riq qaysi tarafimga qarab mangsa, muzdek yerga tenim chin yiqilsa, og'riq pasayib qoladigandek shu tarafni yerga chin yiqib do'malaydi. Lekin og'riqning pasayishi mumkin emasdek qiladi. Balkim mendeki qon eqib tugilsa, og'riq pasayib qolar deb o'yladim. Og'riq tomirlarimdagi qonning chinqilishi bilan munosabatlikda qiladi. Shu chinqilish yo'qolsa, og'riq yo'qaydigandek qiladi. Şunun bilan men qon barmoqlarim orasida ko'ydirgidek harorat qoldirib eqib chiqayotgan joyni qamallab ching tutib olgan qo'limni bo'shtib, qonni eqishiga qo'yib etmoqchi bo'ldim. Lekin u joydan qo'limni tortolmadim. Qo'lim uyushib qolgandek qiladi. Men allaqayoqlarga o'milab berish kerakligini his qiladi. Gerçi bu yerda men taniydigan hech kim bo'lmasa-mu, kimlarnidir izdigim keladi. Men o'miladim. Nemishqa o'rnimdan tura olmaydiganligimni bilmaydi. Shunga
ilojisiz o'milashga majbur bo'ldim. Qaysi tarafga o'milasam, men uchun baribir edi. Shunga oldimga kelganlar tarafga ilgariladim. Qanchalik o'miliganimni bilmayman. Bir chaqda tenim bo'shib, o'milashgami maqdurim qolmadi. Ko'zlarim g'uvolashga boshladi. Men ko'zlarimning asta-asta o'chayotgan nuri bilan birdilla men izlagan sonni ko'rib qoldim. Shuning bilan ko'z nurimni bor kuchim bilan yig'ib turib, ashu songa qaradim. U son shundoq ochiq yesilib turadi. Hayotimdan beri nemishqa topolmay yurgandiman deb o'yladim hayronlik bilan. Acaba onun oldidan ko'rmay o'tib ketgandimanmi? Bu mumkin emas. Men hamma nomerga birini qoldirmay qarab chiqqan edim. Sonning yenidagi darvoza mahkam etilgan edi. Uning to'mirlari xuddi kishilarning xom xiyolini o'tkazmaslik uchun yasalgandek qilin va tom edi. Bu nomer boshqa nomerlarga o'xshamaydi. U oltin ranglik qangaltiri ustiga o'yilgan bo'lib, nihoyatda aniq ko'zga tashlanib turadi. Yana sonning ostida ruhiy kasalliklar doktorxonasi degan xatlarmi yozilgan edi. Men shuncha izlagan yerimning ruhiy kasalliklar doktorxonasi ekanligiga hayron qoldim. Tenim muzdek soğuk yer bilen bir gavdiga aylanib ketib bargandek qiladi. Ko'z oldimdagi manzarlar g'uvolashga boshladi. Bir nechalarning kelayotgan oyoqlarini ko'rdim. Ular men tarafga qarab asta siljigan ashu daqiqada mening mengamdagi barliq aslimalarimi menga qarab siljiyotgandek qiladi. Men ularga qo'limni uzatdim. Lekin ularning oyoqlari mening yerda yotgan yuzlarimning tubidan tegishib ketgudak yaqin menib o'tib ketdi. Arqadan yana biraylan mening beshimdan atlab o'tib ketdi. Ondan keyin ko'zlarim g'uvolashib hech narsani ko'rolmadim. Faqat oyoq tovushlar va heliq ovoz barg'an siri yiqillab nihoyatda aniq anglanishga boshladi. Men shundala bu ovozning mening opamning ovozi ekanligini bildim. U so'zib mening ismimni chaqirmoqda edi. Bir 1990-yil, 1991-yillar Ürümchida yezildi. 2005-yil Ürümchida tuzitildi. 2006-yil 15 fevral Beijingda kech soat 9da urib tamamlandı. 2015-yili 7 mart Ürümchi kech soat 12:30da oxirgi nusxasi bekitildi. Hürmetlik anlar bilan qeyrindoshlar, shuning bilan sizlarga Farhod Tursunning bu Cho'ng shahar nomli romanining birinchi bobi Orqa ko'chani to'liq o'qib berdim. Buning ikkinchi bobi kasalxona. Buni ilgarimi deb o'tgan o'qib bermayman. Imkon bor bu kitobni setib olib, o'zinglarning o'qishiga tavsiya qilaman. Hozircha qarab baqsam 100-200 ga yaqin qeyrindoshlar anglab etibsizlar. Bu nihoyatda ko'p son men uchun. Yoqtirgan bo'lsanglar, o'zinglarning ta'sirotlaringlarni inkas supsiga yezib, men bilan tang o'rtoqlashishinglarni bakmo umid qilaman, chunki
Мен bu romanı oqışdan ilgiri özümningki ta'sirotlarimni oldin yezib huzuringlarga sungandim. Sizlarningki ta'sirotlaringlarni anglash orqali öz ta'sirotlarimningki qandaqligi bir xil selishtirish imkoniyati bo'ladi deb o'ylayman. Ma'qul amsa bu qitimliq anglishimizni shu yerda to'xtataylik. Gapning ochig'ini aytsam, ma'qul amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Farhod Tursun qatorliq barliq sarkilarimiz aman esan bo'lsin.